Bepusht erkakka eko yordam beradimi? Ha, ko'p hollarda erkak bepushtligida eko, ya'ni ekstrakorporal urug'lantirish juda ham katta yordam beradi. Birinchisi, spermatozoidlarning soni kam bo'lganda, keyingisi spermatozoid, ya'ni urug'larning shaklida muammo bo'lganda, uchinchisi spermatozoidlarning harakatchanligi sust bo'lganda va to'rtinchisi ko'p uzoq muddat davomida homiladorlik kuzatilmaganda. Bunday quyidagi sanab o'tilgan yuqoridagi vaziyatlarda eko usulida ICSI demak metodi qo'llaniladi. Bu ICSI metodi nima degani? Ya'ni olingan tuxum hujaydagi erkak urug' spermatozoidlari majburlangan holda urug'lantirish amalga oshiriladi. Eng muhimi, erkak bepushligi demak tashxis qo'yilganda albatta spermogramma ko'riladi, androlog tomonidan tekshiruv amalga oshiriladi va kerakli bo'lgan demak usul, ya'ni ekstrakorporal urug'lantirish yoki bo'lmasa boshqa VRT usullarini qo'llash tavsiya etiladi. Agar sizda ham erkaklik bepushligi bezovta qilayotgan bo'lsa, kommentariylarda bepushtlik so'zini yozib qoldiring va sizga qanday tahlillar va qanday tekshiruvlardan o'tishingizni ma'lumot beramiz.